programmasi sizni Ipak yo'lining yangi qiyofatini ko'rish safariga boshlaydi. Cuma ko'rsatilgan Şinjangchi ta'm programmasidan Şinjang taomlarining haqiqiy ta'mini tetiy olasiz. Her shanbadagi suyumlik Şinjang programmasini ko'rsangiz, Şinjangning naqadar suyumlik ekanligini texim cho'nqur bilalaysiz. Her yakshanbadagi yoshlikda urg'ugan Jongo Arzusi programmasi sizga yoshlik qoldirgan izlardan Jongo Arzusini sizib chiqqili bo'lganligini his qildiradi. Dushanbadan Jumagacha huzuringlarda bo'ladigan haqiqiy xotirlar programmasi sizni hayotlik haqidagi ajoyib hikoyalar bilan uchrashtirib, sizga tabiatning ulug'ligini his qildiradi. Şinjang Sun'iy Hamroh televiziyasi ekran orqali Ipak yo'lining yangi qiyofatini, Şinjangning yangicha go'zalligini namoyon qiladi. Hörmətli televizor köygüçülər, yaxşımısılar? Yaxşımısılar. Bugün 2023 yılı 3. ayının 25. günü şənbə. Dehqanlar kalendari boyunca kəbisa 2. ayının 4. günü. Xəbərlərimizni görüşünlərdən qarşı alınız. Bugünkü xəbərlərimizin mühim məzmunları tövəndikcə. Abdunum rayonluq partiya komiteti Nəzəriyyə Ögünüş Mərkəzi qrupsi məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzüb, işkini tikləşnin həll qılğış əhmiyyətini çoğunquru özləşdirib, işkini qoğdaşını qət'i işqa aşırıb, yeni dəvr, yeni səfərdə Jongocha zamanıvilaşdırışının Şinjang əməliyyətini cəsarət bilan alğı sürüşünü təkidlədi. Maşinri kollektiv ögünüş riyasətçilik qıldı. Erkin Tunyas fikir almashtırış sözü qıldı. Abdum rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içib, partiya və dövlət aparatları islahatı layihəsi və mərkəzinin əlaqədar uğurlaşdırma tələblərini yetkizdi, ögəndi və izchillaşdırdı. Yuqur sifatlik taraqqiyot və mərkəzinin ekologiyalik muhitni qoğdaş nazoratchiligi bo'yicha tuzitish qatorli xizmatlarni muhokama qilib uğurlaşdırdı. Maşinuri yığınğa riyasatchilik qildi. Maşinuri Abdunum rayon partiya məktibi sistemisining başçısı Xi Jinpingning Mərkəzi komitet partiya məktibi qurulğanlığının 90 yıllıqını təbriklash yığını və 2023 yılı ətiyyazlıq oquş başlash murosimida qilgan muhim sözünün ruhini ögüniş, izchillashtirish söhbət yığınida partiya üçün ixtisosliklarni yetishtirish, partiya üçün çara tədbir ko'rsatishdak asli maqsadni boshdan oxir ching saqlab, bosh nishonni ching puxta tutib, Jongocha zamonaviylashtirishning Şinjang sahifasini putish kerak deb ta'kidladi. Erkin Tunyas Abdum rayonluq xalq hökumətinin daimi yığınını riyasatçılıq qılıb açdı. Birinci, ikinci ayda Şinjangdan sırtqa cəmi 20 milyard 615 milyon kilowatt saat tok yetkizilib, bulturqi şu məzgillikdən 11,43% köpəydi. Əmdi təfsili məzmunlarını görsətimiz. Abdum rayonluq partiya komiteti Nəzəriyyə Ögünüş Mərkəzi qrupsi 3. ayının 25. günü məxsus temalıq ögünüş yığını ötküzüb, işkini tikləşinin həll qılğış əhmiyyətini yanımı çoğunqur özləşdirib, töt ağını küçəytib, töt işləşini çığıtıb, işkini qoğdaşını işqa aşırıb, partiya 20. qurultayının ruhi və məmləkətlik işki yığının ruhini çoğunqur ögəndi və izchillaşdırdı. İdeyada, siyasida, hərəkətdə yoldaş Xi Jinping yadroluqidagi partiya mərkəzi komiteti bilan yüksək birdəklikni teximi anlıq saqlab, yeni dəvr, yeni səfərdə cəsarət bilan güzəl Şinjangni qurishni ta'kidladi. Abdum rayonluq partiya komitetining shujisi Maşinri kollektiv ögünüşkə riyasatchilik qildi. Erkin Tunyas, Li Yifei, Zhang Chunlin, He Zhongyu fikir almashtirish so'zi qildi. Zumrat Obul, Nurlan Abilmajin kollektiv ögünüşkə qatnashdi. Zhang Zhu, Chen Weijun, Wang Mingshan, Yang Fasin, Yusufjan Mehmet, Ilzat Ahmedjan qatorliqlar kollektiv ögünüşkə qatnashdi. Ko'pchilik so'zida monolarni bildirdi. Partiyaning yo'lda Xi Jinpingning partiya markaz komitetining yadro
butun partiyaning yadrosilik o'rnini, Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasining yetakchilik o'rnini tiklashi, tarixning tanlashi, xalqning orzusi, davrning chaqirqi, partiya va davlat ishlari taraqqiyotining tub kapolati va muqarrar talabi. Ishkini tiklashning qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishni qonig'i singdirib, ruhga yo'g'irib, yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaz komitetining kuchli rahbarligida yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida nishonni ko'zlab ishonchni changitib, ittifoqlashib kurash qilib, yangi davr, yangi safarda Xinjiangning texim go'zal kelgusini uzluksiz yaratish kerak. Ma Xinrui monolarni ko'rsatdi. Partiya 18-qurultaydan buyon partiya va davlat ishlarida tarixiy muvaffaqiyatlarning qo'lga kelishi, tarixiy o'zgarishlarning borligi kelishi, negizidan aytganda boshlovchi Xi Jinpingning partiya markaz komitetining yadrosi, butun partiyaning yadrosi sifatida rol tutib yo'l boshlaganligi. Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasining ilmiy yetakchiligidan bo'ldi. Amaliyot shuni to'liq isbotladiki, boshlovchi Xi Jinping partiyaning yadrosi, xalqning dahisi, armiyaning bosh qo'mondoni bo'lishga munosib. Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasi zamonimizdagi Jungoning marksizmi, 21 asr marksizmi, ishkini tiklash, butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining yuksak o'rtaq tonishi va o'rtaq irodasiga aylanib, davrdagi musobaqa butun partiya, butun armiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining qalbiga putildi. Kuchlik mas'uliyat tuyg'usi va burish tuyg'usini saqlab, ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirishni, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishdagi yuksak og'liqlikqa va amaliy harakatga aylantirib, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishning Xinjiang sahifasini jasorat bilan tutishimiz kerak. Ma Xinrui monolarni ta'kidladi. Ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishni oliy siyosiy prinsip va tubsiy qoida qilib, siyosiy prinsip, siyosiy yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaz komiteti bilan yuksak birdaklikni boshdan oxir saqlash kerak. Ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishni partiyaning ijodiy nazariyasini tushunib o'rganish, to'liq o'zlashtirish, puxta amaliylashtirish yuksak onglikqa aylantirib, Xi Jinping yangi davr Jungocha sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tanlashda ching turib, pat orda qanot yaydiriladigan bosh temliq tarbiyani puxta ching tutib, boshlovchi Xi Jinping ko'rsatib bergan to'g'ri yo'linish bo'yicha qilcha eg'ishmay ilgarilash kerak. Ishkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirishni zimmiga elib, amaliy ishlashdagi konkret harakatni namoyon qilib, tekshirib tadqiq qilish istilini keng avj oldirib, haqiqiy tutib amaliy ishlab, bosh cho'kirib jafoliq ishlab, to'hpining menga mansub bo'lishi shart emas deydigan ma'naviy manzil va to'hpi yaratishda men bo'lmasam bo'lmaydi deydigan tarixiy mas'uliyat bilan tarixqa va xalqqa yuz kelaligidek yangi natijalarni yaratish kerak. Ma Xinrui monolarni ta'kidladi. Avtonom rayon bo'yicha yuqoridan tuvangacha hammaylan boshlovchi Xi Jinpingning Xinjiang to'g'risidagi muhim so'zi, muhim yo'l yo'riqi, tasdiqi yo'l yo'riqining ruhini cho'nqur izchillashtirib, Xinjiangning sotsialistik zamonaviylashgan kuchli davlatni umumiylik qurishdagi strategik burchini tashabbuskorlik bilan zimmaga elib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, abadiy amallik munosabatlik, negizlik, ulluq, uzoq mazgillik xizmatlarini puxta ilgari surib, Xinjiangning sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarda yaxshi boshlanishni amalga oshirishiga, qadamni yaxshilashiga haqiqiy kapolatlik qildik. Abdum rayonlik partiya komiteti doimiy komiteti 3-oyning 25 kuni tushdan burun yig'in ichib, partiya davlat apparatlari islohoti loyihasi va markazning aloqador o'rnatilma talablarini yetkazdi, izchillashtirdi. Markazning sonliq ma'lumot ul tuzumi o'rnatish to'g'risidagi o'rinlashtirma talablarini izchillashtirdi va amaliylashtirdi. Abdum rayonning yuqori sifatli taraqqiyot universal unumini baholash talabini amaliylashhtirish ahvoli dokladini angladi. Abdum rayon va Bingtanning markazning ekologiyalik muhitni qo'g'dash 2-navbatlik nazoratchiligi bo'yicha tuzitish va Urumchi, Sanji, Shixanzi rayonining atmosfera bulg'anishini tuzashga aloqador xizmatlarni muhokama qilib o'rinlashtirdi. Abdum rayonlik partiya komitetining shujisi Ma Xinrui yig'inga riyosatchilik qildi. Yig'inda monolar ko'rsatildi. Bu qitim partiya va davlat apparatlari islohotini cho'nqurlashtirish, partiya 20-qurultayning ruhini izchillashtirish va amaliylashtirish muhim tadbir. Partiyaning sotsialistik zamonaviylashtirish qurilishidagi rahbarligining apparat ta'sis qilishda texnik ilmiy, funksiyani taqsimlashda texnik sarxil, tuzilma mexanizmda texnik mukammal, yurish-turish boshqarishda texnik yuqori unumlik bo'lishiga turtki bo'lishda muhim, zo'r ahamiyatga ega. Ishkini tiklashning hal qilg'ish ahamiyatini cho'nqur o'zlashtirib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, partiya markaz komiteti tadbir o'rinlashtirmalarining nopozliqligi va kaskinligini qat'iy qo'g'dab, partiya va davlat apparatlari islohotining muhim zo'r ahamiyatini, nishon vazifasini, o'rinlashtirma talabini chang puxta egilab, apparat islohotining turli vazifasini puxta tartiblik ilgari surib, markazning talabi va Xinjiangning amaliyatiga uyg'un keladigan apparat islohoti loyihasini cho'nqur tadqiq qilib tuzib, intizom talablarini haqiqiy chingitib, partiya davlat apparatlari islohoti vazifasini haqiqiy amaliylashtirishga kapolat qilishimiz kerak. Yig'inda monolar ta'kidlandi. Partiya markaz komitetining raqamli iqtisodni rivojlantirishga bo'lgan o'rinlashtirma talabini astoydil izchillashtirib va amaliylashtirib, taraqqiyot bilan bexatarlikni texnik yaxshi birlash bilan raqamli hukumat qurilishini teziltirib, sonliq
ma'lumotlardan belgilamega uyg'un yuqori unumda ravon foydalanishni ilgari surib, raqamli iqtisod bilan amaliy iqtisodning cho'nqur yo'g'irilishiga, soliq ma'lumot omilining Şinjanning sirtqi echiyotishni kengaytirish, Yepak yo'li iqtisod balbiq yadrolik rayonni barpo qilish qatorliq rolini joriy qildirishiga turtki bo'lib, yangilik yaratish orqali turtki bo'lishni cho'nqurlashtirish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, idora qilish sistemasi va idora qilish tizimining zamonaviylashishini kuchlik tarakka ega qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Yuqori sifatli taraqqiyotning universal unumini baholashni qanot yaydirish, yangi taraqqiyot bosqichini mavqe qilish, yangi taraqqiyot ideyasini izchillashtirish, yangi taraqqiyot barpo qilish, yuqori sifatli taraqqiyot bo'lishning yangi taraqqiyot ideyasini to'liq dal joyida umumyuzlik izchillashtirib, navbatda avtonom rayonimizning yuqori sifatli taraqqiyotida saqlanayotgan kamtuklik, ojiz turlar va farq yetarsiz sagaklik bilan tonib, nishon yo'nalishida chong turib, yuqori sifatli taraqqiyot ko'rsatkichini mexanizmini va unashtirib, orqali farqni tepib, o'lchash orqali amaliylashtirishni olg'a surib, baholash orqali amaliy unumni ilgari surib, avtonom rayonimiz yuqori sifatli taraqqiyotining texmomas tampon bo'lishiga turtki bo'lish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyot talabini konkret xizmatlarda amaliylashtirib, yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lishni kuchaytirib, 8 cho'ng kasb to'pini yetishtirish va barpo qilishni tezlatib, zamonaviy kasb sistemasi va ul asliha sistemasi barpo qilib, sirtqi echuvchi salmoqini zo'raytib, Yepak yo'li iqtisod balbiq yadrolik rayonining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lib, ishga o'rinlashish, ma'rif, davolanish, ijtimoiy kafolat qatorli xalq turmushi amaliy ishlarini barcha chora amallar bilan yaxshi qilib, ekologik muhitni qo'g'dashni qilcha bo'shashtirmay ching tutib, Jongocha zamonaviylashtirishning Şinjan amaliyatida ishni yaxshi boshlash, qadam yaxshi elishni unumli kafolatlantirish kerak. Yig'inda avtonom rayon va Bingtuanning markaz ekologik muhitni qo'g'dash 2-chi navbatlik nazoratchiligi bo'yicha tuzitishni amaliylashtiriga aloqador doklati muhokama qilindi va qarab chiqildi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Markazning ekologik muhitni qo'g'dash nazoratchiligi bo'yicha tuzitish xizmatini ching tutishni, partiya 20-qurultayning ruhini umumyuzlik izchillashtirish, Xi Jinping ekologiya madaniyligi ideyasini amaliyotda ko'rsatishdagi muhim tadbir qilib, partiya komiteti xalq hukumati tang mas'ul bo'lish, bir ish o'rinda qo'sh mas'uliyat bo'lish talabini qattiq amaliylashtirib, Bingtuan bilan yerlikning moslashishi, birlashib harakat qilishini kuchaytirib, qiyin nuqta, bosh og'ritadigan nuqtalarga ching qadilib, yomoniga tegishga jur'at qilib, bo'shashtirmay ching tutib, uzoqqa to'kib qo'shib, tuzitish vazifalarini kam kuchsiz tamomlab, tuzitishning amaliy natijalari orqali ommaning ishonchiga erishish kerak. Yig'inda Urumchi Sanji Shixanza rayonida atmosfera bulg'anishining oldini olish va uni tuzash o'tkilik hujum qilish harakatini yo'lga qo'yish va bulg'anishni tuzash xalq turmushi amaliy ishiga aloqador loyiha muhokama va muzokara qilindi. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Boshqarish mexanizmini yanada yaxshilab mukammallashtirib, diqqatni havoning ig'ir bulg'anishini va ommaning inkosi kuchli bo'lgan gavdalik masalalarni hal qilishga markazlashtirib, bulg'anishni dal joyida ilmiy, qonun bo'yicha tuzashni kuchli olg'a surib, kasb qurilmasini tangshash, energiyaning tipini yeshil tuvan karbonli qilib o'zgartirish, nuqtaliq sahani cho'nqur tuzash, qatnash transport qurilmasini tangshash qatorliq nuqtaliq xizmatlarni puxta tutib, Urumchi Sanji Shixanza rayonining atmosfera bulg'anish masalasini qat'iy iroda bilan hal qilish kerak. Avtonom rayonning partiya maktabi sistemasi 3-chi oyning 24-chi kuni suhbat yig'ini echib, partiya 20-chi qurultayning ruhi va mamlakatlik ishki yig'inining ruhini umumyuzlik izchillashtirib, bosh shoji Xi Jinpingning Markaziy komitet partiya maktabi qurilganligining 90 yilligini tabriklash yig'ini va 2023-yili atiyozlik o'qish boshlash murosimida qilgan muhim so'zning ruhini cho'nqur o'rganib va izchillashtirib, bosh shoji Xi Jinpingning partiya maktabi xizmati to'g'risidagi muhim bayonlarini izchillashtirib va amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Şinjanni idora qilish tadbirini to'liq dal joyda izchillashtirishni cho'rdab, ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini ching puxta tutib, yanada ilgirlagan holda xizmatlarni xulosalab, masalalarni tahlil qilib, xizmatlarni o'rinlashtirib, Şinjanning partiya maktabi ishlari taraqqiyotida jasorat bilan yangi vaziyat yaratdi. Avtonom rayonlik partiya komitetining shujisi Ma Xingri yig'inga qatnashdi hamda so'z qildi. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi He Zhongyu yig'inga qatnashdi. Yig'inda Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabining doimiy muavin mudiri Chaylin, Tarbag'atay viloyatlik partiya komiteti partiya maktabining mudiri Chigojun, Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi partiya tarixiy partiya qurilishi o'qitish tadqiqot bo'limining mudiri He Weichang, Urumchi shaharlik partiya komiteti partiya maktabining dosenti Wang Yajuan, Ko'ytin shaharlik partiya komiteti partiya maktabining lektori Sheng Liping, Avtonom rayonlik partiya komiteti partiya maktabi yosh o'tir yosh kadrlarni tarbiyalash sinfining kursanti Gulmira Ahad ideya va xizmat amaliyatiga birlashtirib so'z qildi. Ma Xingri ular bilan fikr almashtirib, masalalarni muhokama qildi. Ma Xingri ko'pchilikning so'zini astoydil anglagandan keyin monolarni ko'rsatdi. Yo'lda Xi Jinping yadrolikdagi partiya markaz komiteti partiya maktabi ishlarining taraqqiyotiga yuksak ahamiyat berdi. Bosh shoji Xi Jinping partiya maktabi xizmati to'g'risida ko'p qitim muhim yo'l yo'riq va tasdiqiy yo'l yo'riq berib, butun partiyaning partiya maktabi xizmatiga bo'lgan qonuniyatlik to'nishining yangi tarixiy yuksaklikka yetishiga turtki bo'ldi. Bosh shoji Markaziy komitet partiya maktabi qurilganligining 90 yil
yilligini tabriklash yig'ini va 2023 yil atiyazlik o'qish boshlash marosimida qilgan muhim so'zida partiya maktabi xizmatini yaxshi ishlashdagi bir qator muhim zo'r masalalarga ilmiy javob berib, yangi davrdagi partiya maktabi ishlar taraqqiyotiga ilgirlash yo'nalishi ko'rsatib berdi. Uni tub qo'llanmaga ega qildi. İşkini tiklashni qat'iy himoya qilish, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirish siyosiy yuksakligida turib, yangi vaziyatda partiya maktabini yaxshi boshqarishning muhim zo'r ahamiyatini to'liq tushunib, partiya maktabi ishlarining muhim strategik o'rni va partiya maktabi xizmatining alohida muhim rolini cho'nqur egilab, ideya va harakatimizni boshlovchining muhim so'zning ro'yi va partiya markaz komitetining tadbir o'rinlashtirmalari bilan haqiqiy birlikka keltirib, ruhni urg'utib, ishonchni changitib, boshlovchi partiya maktabi ishlari uchun oshgan parlaq manzilga qarab, jasorat bilan ilgarilashimiz kerak. Mashingrey monolarni ta'kidladi. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarda yangi nishon, yangi vazifalarni amalga oshirish, har darajalik partiya tashkilotlari va rahbariy kadrlarning iqtidor saposi, ruhiy holati, stil obrazi qatorliqlarga yangi texnik yuqori talablarni qo'ydi. Avtonom rayonimizdagi har darajalik partiya maktablari partiya 20-qurultiy ruhini cho'nqur izchillashtirib va amaliylashtirib, boshlovchi Xi Jinpingning muhim so'zining ruhini astoydil izchillashtirib va amaliylashtirib, yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida izchillashtirib, partiya uchun ixtisosliklarni yetishtirish, partiya uchun chora tadbir ko'rsatish asli maqsadida boshdan oxirgacha turib, jasorat bilan ilgarilab, jasoratlik yaramliq bo'lib, Junggochi zamonaviylashtirishning Xinjiang sahifasini yaxshi bitishga yangi to'kpa qo'shishi kerak. Partiya maktabi partiyaning bo'lishida boshdan oxirgacha turib, ishkini tiklashni qat'iy himoya qilib, ishkini qo'g'dashni qat'iy ishga oshirib, maktab boshqarish to'g'ri yo'nalishida ching turib, partiyavilik prinsipini qat'iy izchillashtirib, partiyaning siyosiy intizomiy va siyosiy qoidasiga qattiq rioya qilib, ideyada, siyosiyda, harakatda yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaz komiteti bilan yuksak birdaklikni boshdan oxir saqlash kerak. Nazariya bilan tarbiyalashni yanada kuchaytirib, Xi Jinping yangi davr junggochi sotsializm ideyasi orqali qalbni mujassamlash, ruhni tavlashda ching turib, boshlayimliq tarbiyani puxta qanot yaydirib, tekshirib tadqiq qilish istilini keng avj oldirib, rostchil amaliyotchil bo'lish, haqiqiy tutib amaliy ishlash istilini zo'r kuch bilan avj oldirib, e'tiqod asosini mustahkamlashi, ma'naviy kolosiyni yetarli to'liqlashi, ideya rolini ching tutish kerak. Mas'uliyatini ado qilish qobiliyatini umumyuzlik o'stirib, tadqiqot, muhokama, tekshirib tadqiq qilish turidagi amaliy o'qitishni zo'r kuch bilan qanot yaydirib, kadrlarni to'g'ri siyosiy natija qarshini mustahkam turg'izib, sistema qarshini kuchaytirib, qonunchilik engini o'stirib, ideyada ozod bo'lib, dadil yangilik yaratishga tarbiya orqali yetaklab, turli xizmatlarning yangi baldaqa ko'tarilishiga turtki bo'lishi kerak. Islohot, taraqqiyot, muqimlikqa mulozimat qilib, partiyaning ideyaviy nazariyasi, junggochi zamonaviylashtirish qatorliq muhim temalar tadqiqotini kuchaytirib, abadiy amallikka munosabatlik, negizlik, ulluq, uzoq mazgilli xizmatlar tadqiqotini puxta qanot yaydirib, yuqori sifatli tadbir belgilash, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurishning Xinjiang amaliyatiga maslahat berish natijalari orqali unumli mulozimat qilishi kerak. Maktabni qattiq boshqarish, sifat orqali maktab qurishda chong turib, eng qattiq siyosiy o'lcham, ilmiy o'lcham, o'qitish o'lchami, boshqarish o'lchamiga amal qilib, partiya maktabi ishlarining taraqqiyotini cheklab turayotgan gavdalik masalalarni qat'iy iroda bilan yaxshi hal qilib, noto'g'ri ustunlarni tugatishdagi tozlig'ishliq, partiyaviylikni tavlashdagi cho'ng peshliq, partiyani umumiylik qattiq idora qilishdagi yo'nalish ko'rsatkichlik rolini haqiqiy joriy qildirishi kerak. Partiyaning umumiylik rahbarligida ching turish lozim. Har darajalik partiya komitetlari va xalq hukumatlari partiya maktabini yaxshi boshqarish, yaxshi qurishni muhim siyosiy mas'uliyat qilishi, partiya komiteti shujisi birinchi mas'uliyatni amaliylashtirishi, mas'ul rahbarlar mas'uliyatini tashabbuskorlik bilan to'liq ado qilishi, har darajalik partiya hukumat rahbarlik manzillarining a'zolari partiya maktabiga berib dars o'tish tuzumini amaliylashtirishi, aloqador tarmoqlar bir tutash planlab moslashtirishni kuchaytirib, tang tutib o'rtaq boshqarib, partiya maktabi ishlarining sog'lom taraqqiyotini kuchli kapolatga ega qilishi kerak. Zhangzhou yig'inga riyosatchilik qildi. Elzat Ahmadjon, Doxongyan qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Avtonom rayonning aloqador tarmoqlari, bir qism oliy maktablarining asosliq mas'ullari, viloyatlik, oblastlik, shaharlik partiya komitetlari, partiya maktablarining aloqador mas'ullari va o'qituvchilar vakillari, avtonom rayonlik partiya komiteti, partiya maktabining kursantlar vakillari qatorliqlar yig'inga qatnashdi. Abdum rayonning raisi Erkin Tuniyaz 3 ayning 24 kuni tushdan keyin Abdum rayonlik xalq hukumatining doimiy yig'inini riyosatchilik qilib ochdi. Yig'inda boshlovchi Xi Jinpingning yig'inda qilgan muhim so'zining ruhi yetkazilib va o'rganilib, Go'yan birinchi umumiy yig'inining ruhi izchillashtirilib va amaliylashtirilib, Abdum rayonlik partiya komitetining o'rlashtirmasiga asosan hukumat sistemasida tekshirib tadqiq qilishni keng avj oldirish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish, qumdan mudobilanish, qum tizginlash, tarixiy madaniyat meroslarini qo'g'dash qatorli xizmatlar muhokama qilinib o'rlashtirildi.
Yig'inda munolar ko'rsatildi. Tekshirib tadqiq qilishni kuchaytirishning muhim ahamiyatini cho'nqur tunib, partiya markaziy komitetining butun partiyada tekshirib tadqiq qilishni keng avj oldirish to'g'risidagi tadbir o'rinlashtirmasini amaliylashtirib, xizmatni yaxshi ishlash, xavf-xatar xirisga taqobil turish, kasb taraqqiyotiga turtki bo'lish iqtidori saviyasini uzluksiz oshirish, xalqni hammadan a'lo bilishda va masala yo'nalishida boshdan oxir chang turib, usulda chorada davomli yangilik yaratib, asosiy qatlamga birinchi safga cho'nqur cho'kib, chin dil, chin mehr bilan masalani bayqash, masalani tadqiq qilish, masalani hal qilish, natijalardan foydalanishga ahamiyat berib, masalani haqiqiy hal qiladigan tafakkur va choralarni o'ttirg'a qo'yib, haqiqiy yo'lga qo'yishga bo'ladigan siyosat tadbirlarini tuzib, tekshirib tadqiq qilish natijalarining xizmatlarini amaliylashtirishga eng zo'r chekda mulozimat qilishiga haqiqiy kapolatlik qilish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Shinjongning sotsialistik zamonaviylashgan kuchli davlatni umumyuzlik qurishdagi strategiyalik o'rnini cho'rdab, yuqori sifatli taraqqiyotdan iborat eng muhim vazifani cho'nqur egallab, 8 cho'ng kasb to'pi taraq qilingan zamonaviy kasb sistemasini kuchni markazlashtirib barpo qilib, yangi taraqqiyot andizasiga texmi yaxshi mulozimat qilish va yo'g'irlash. Neft tabiiy gaz zapasini ko'paytirish, ishlab chiqarish iqtidoriga yetishni zo'r kuch bilan olg'a surib, neft tabiiy gazni chiqqan joyda pishig'lab aylantirish salmoqini zo'raytib, Shinjongning neftini Shinjongda ayirishni sijil olg'a surib, Shinjongning energiya afzalligini yuqori sifatli taraqqiyot afzalligiga texmi yaxshi aylantirishni ilgari surish kerak. Ishki ehtiyojni oshirish strategiyasini sijil yo'lga qo'yib, selinmaning oshqishliq rolini joriy qildirib, cho'ng-cho'ng tur qurilishlarini kuchaytirib, iste'molni sijil asliga keltirib va kengaytirib, iqtisodni oshirish yo'shirin kuchini unumli qo'zg'atish. Islohot echivitishni cho'nqurlashtirishga chang turib, bozorlashgan, qonunchillashgan, xalqaralashgan tijorat savdo muhitini zo'r kuch bilan barpo qilish. Xalq turmuşidagi 10 cho'ng amaliy ishni kuchab yaxshi qilib, Urumchi Sanji Shixanzi rayonida atmosfera bulg'unishining oldini olish va uni tuzashga zo'r kuch bilan turtki bo'lib, xalq turmushi baxt saodatini sijil kuchaytirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. Tog', daryo, o'rmon, etis, ko'l, o'tloq, qumliqni bir gavdalashtirib, qo'g'dash va sistemlik tuzashda chang turib, qo'g'dashni oldingi o'ringa qo'yish, nuqtaliq asliga keltirish, muvofiq foydalanish umumiy tafakkuri bo'yicha mamlakatning muhim ekologiya sistemasini qo'g'dash va asliga keltirish muhim qurilishiga tayinib, ekologiyani qo'g'dash va xalq turmushini yaxshilashni nishon qilib, har qaysi taraflarning kuchini to'liq qo'zg'atib, xalqaro hamkorlik almashtirishni keng qanot yaydirib, qumdan mudofialanish, qum tizginlashni butun kuch bilan olg'a surib, Ipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayonining yashil ekologiya to'siqini tez barpo qilish kerak. Yig'inda munolar ta'kidlandi. Tarixiy madaniyat meroslarini qo'g'dash va uningga varislik qilishning muhim ahamiyatini cho'nqur tunib, shahar yezi qurilishi bilan tarixiy madaniyat meroslarini qo'g'dash va uningdan foydalanishning munosabatini yaxshi bir taraf qilish, yirik planni tekshirish, bekitish, qurilish boshqarish qatorliq o'tganlarni tarixga va xalqqa yuksak mas'ul bo'lish pozitsiyasi bilan ching tutib, tarixiy madaniyat kodisi rayoni iltimos qilish, bekitish xizmatini yaxshi ishlash, madaniyat bilan sayohatchilikning yo'g'rilishini kuchaytirib, tarix orqali madaniyat yodgorliklari orqali so'zlab, tarixni ko'rgili, madaniyatni his qilg'ili bo'ladigan, varislik qilinganligi belinib turadigan, funksiyasi to'liq bo'lgan texmi ko'p o'zgacha tarixiy madaniyat kodisi rayoni barpo qilish kerak. Yig'inda boshqa ishlarmi muhokama qilindi. Bir qancha kundan buyon Abdunum rayonimizdagi joylar tarmoqlar bosh shoji Shi Jinpingning muhim so'zi va mamlakatlik ishki yig'inining ruhini astoydil yetkazdi va o'rgandi. Xizmat amaliyatiga birlashtirib, rostchil, amaliyatchil bo'lib, haqiqiy tutib, amaliy ishlab, mamlakatlik ishki yig'in ruhining haqiqiy amaliylashishga turtki bo'ldi. Mamlakatlik xalq qurultayining vakili Kunas nahiyasi Sho'rbuloq bozori Kerigatosh kentining aholisi Musojon G'ayrat o'zining madaniyat hovlisida yurtdoshlarga mamlakatlik ishki yig'inining ruhini yetkazdi. Yez kentlarni gullantirish jihatidagi nurg'un yaxshi siyosatlarni bilib oldim. Shanchim texim ochdi. Bir qancha yildan buyon Kerigatosh kenti zamonaviy vaqtinchilik silinmasini uzluksiz zo'raytdi. 2022-yil kentliklarning o'rtacha kirimi 21 ming yuanga yetdi. Kunas nahiyasi bu yil yezigilikni zamonaviylashtirishni cho'rdib, yuqori o'lchamlik etis qurilishini zo'r kuch bilan olg'a surib, o'zgacha kasblarni faol taraqqiy qildirib, tarixchilik qurilmasini sarxillashtirdi. Kollektiv eglikni uzluksiz zo'raytirish, ommaning kirimini oshirib betishga kuchab, mamlakatlik ishki yig'in ruhining amaliylashib, yiltiz tortishini puxta xizmat istili orqali uzluksiz olg'a suramiz. Boshdan oxir xalqni ko'nglimga pukib, ommaning manfaatini birinchi o'ringa qo'yib, ommani g'amdan xalos qilib, kent aholilarini rohat turmushga erishtiraman. Abdunum rayonlik sochilik nazorati sin yig'ini echib, Pashuji Shi Jinpingning muhim so'zi va mamlakatlik ishki yig'inining ruhini yetkazdi, o'rgandi. Izchillashtirish, amaliylashtirish xizmatini muhokama qilib o'rinlashtirdi. Shinjongning sochilik sistemasi subayliqni markazlik bir tutash boshqarishni yanada kuchaytirib, subayliqni taqsimlash va uningdan ilmiy foydalanishni a'lolashtirib, subayliqni rayon olqib taqsimlash cho'ng-cho'ng qurilishlari va subayliqni tangshash saqlash iqtidor qurilishini sistemlik olg'a surib, iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotni kuchlik sochilik kapolatiga ega qildi. Pashuji Shi Jinpingning muhim so'zining ruhini izchillashtirib, sochilikning 8 cho'ng kasb to'pi barpo qilishni tezlatish, Ipak yo'li iqtisod balbig'i yadroliq rayoni qurilishi va yezgilikka kuchlik rayoni qurilishini kafolatlantirishdagi ochiqlik rolini haqiqiy joriy qildirib, iqtisod va jamiyatning texmi yuqori sifatlik, texmi imkoniyatlik sijil, texmi bexatar taraqqiyotiga turtki bo'lamiz. Hukumat xizmatlarining dokladda ommaning davolanish, to'g'ri ishlatish ehtiyojini haqiqiy kafolatlantirib, xalqning hayoti bexatarligi va tan sog'lomligini yaxshi qo'g'dash kerak deb ko'rsatildi. Abdunum rayonlik to'g'ri nazorat qilish boshqarish idorasi kadrlar yig'ini echib, bexatarlikni nazorat qilish boshqarish xizmatini butun kuch bilan chang tutib, to'g'ri nazorat qilish boshqarish
maxsus tuzash, taraqqiyotga mulozimat qilish qatorli xizmatlarni bir gavdalashtirib, ilgari surib, tibbiy dorigarlik kasbining yuqori sifatli taraqqiyotini olg'a surdiganligini bildirdi. Dori ishlab chiqarishni nazorat qilish, boshqarishni kuchaytirib, dori bexatarligini maxsus tekshirish harakatini cho'nqur qanot yaydirib, dori sifat bexatarligi tuvan chekini ching saqlab, ommaning dori ishlatish bexatarligiga haqiqiy kapolatlik qilamiz. Birinchi, ikkinchi oyda Şinjandan sirtqa jami 20 milliard 615 million kilowatt soat tok yetkazilib, bulturqi shu mezgildagidan 11,43% ko'paydi. Oyda o'tri hisob bilan sirtqa yetkazilgan tok 10 milliard kilowatt soatdan oshdi. Davlat elektr energiyasiga mablag' solish guruhi Şinjan Qumul cheklik şirkatida tok bilan ta'minlash xizmati tartibli ishlanyapti. Bu yil kirgandan hozirgacha bu yerda jami 650 million kilowatt soat tok chiqarildi. Qumul shahri Qumluq cho'l qaqasliqda cho'ng tipdagi shamol elektr fotovolt bazasi qurilishini butun kuch bilan tezlatib, to'g'rilashtirilgan generator gruppasi umumiy sig'imini 24 million 82 300 kilowattga, yangi energiyalik generator gruppasining nisbatini 63,3% ga yetkazib, mamlakat bo'yicha yangi energiyalik generator gruppasi sig'imi eng cho'ng viloyat darajalik shahar barpo qilishga tirishmoqda. Birinchi va ikkinchi oyda Şinjandan sirtqa yetkazilgan tok ichida yangi energiyalik tok 5 milliard 400 million kilowatt soatga yetib, bulturqi shu mezgilligidan 33,4% ko'payib, Şinjandan sirtqa yetkazilgan tokning 26,19%ni egalladi. Bu 1 million 633,500 tonna o'lchamli ko'mirni oz ko'ydirganga, 4 million 410,500 tonna karbon tut oksid, 13,900 tonna gungir tut oksid, 12,100 tonna azot oksidlarini oz chiqarganga barobar. Buning ichida navbatda dunyo bo'yicha tok besimi darajasi eng yuqori, yetkazgan tok miqdori eng ko'p, yetkazish orliqi eng yiroq alayida yuqori besimliq tok yetkazish qurilishi Sanji Guchuan musbat manfi 1100 kilovoltlik alayida yuqori besimliq turaqliq tok yetkazish liniyasida kuniga eng ko'p bo'lganda 240 million kilowatt soat tok yetkazilyapti. Bu qurilish 2019-yil 9-oyda ishga kirishtirilgandan tortib hozirgacha Jongoning sharqidagi rayonlarga 200 milliard kilowatt soatdan ortiq tok yetkazib, davlatimizning g'arbning tokini sharqqa yetkazish qurilishining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Fukan shahri kasb rayonini an'anaviy kasblarning tipini zamonaviy kasb sistemasiga yuzlanib o'zgartib, darajasini o'stirishning muhim vositasi qilib, ul aslihalarni yurishlashtirib, mukammallashtirish, oldiga berib mulozimat qilish, kasb zanjirini uzartish qatorliq shakllarda kona yangi quvvatning almashishini uzluksiz tezlatdi. Fukan kasb rayoni, Fushi rayoni, Sutung kichik ushaq korxonalar egilik tiklash rayonidagi Şinjan Junhe Hongye elektr energiya uskunalari yasimchilik cheklik shirkatining ishlab chiqarish liniyasi yaqinda sinoq tariqasida yurishtirildi. Kasb rayonining tur kirgizish, qurish, ishga kirishtirish, yurishtirish qatorliq jarayonlarda oila xizmatchisi shaklida birga-bir mulozimat qilish bilan korxona ozod makonlashish, xotirjam ishlab chiqarishni haqiqiy amalga oshirdi. 2022 yil Fukan shahri 310 million yuan mablag' ajratib, kasb rayonidagi yondosh aslahalarni mukammallashtirib, raqamlashtirish qurilishini tezlatib, zamonaviylashtirish saviyasini o'stirdi. Hozir xlorliq ishqor inchki pishig'lash ximiya sanoati, ranglik metal tovlash va yasalab pishig'lash, yechil yangi material, pokiz energiya echish, qo'llanish, fotovolt taxtasi yasash qatorliq o'z oldiga yangilik yaratish iqtidoriga ega kasbiylashgan kasb to'pi rayoni shakllandi. Bu yil kirgandan hozir qadar Fukan kasb rayoni fotovolt kasbini yurishlashtirishni fursat deb bilib, savdogar chaqirib mablag' jalb qilish turidan 5 ni kirgizdi. Umumiy silinma 4 milliard 300 million yuanga yetdi. Zapas turidan 13 ni tayyorladi. Umumiy silinma 1 milliard 300 million yuanga yetdi. Kasb sig'dirish kuchi, raqobat kuchiga ega zamonaviy yangilik yaratish kasb rayoni barpo qilish orqali Fukancha o'zgachilikka ega yangidan gullangan kasblarning ko'lamlik taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Şinjanның tömür yol tarmoqlari 2017 yili 3 ayning 25 kunidan boshlab Urumchi Xotan ara millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish nomli alohida tez yo'lovchilar poyezi salgan 6 yildan buyon to'shigan yo'lovchi 6 million 200 ming odam qatimdan oshdi. Abdulum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komitetiga bevosita qarashliq apparatlardagi kadrlar 3 ayning 24 kuni millatlar ittifoqlashib bir oila kishilardan bo'lish nomli yo'lovchilar poyeziga o'ltirib, Xotan viloyatining Gumi nahiyasiga tuqqan yo'qlashga mangdi. Tuqqanim bilan kent aholisi bilan bo'lgan orliqimiz yaqinlashdi. Millatlar ittifoqlashib bir oylik kishilardan bo'lish faoliyati qanot yaydirilgandan buyon Abdulum rayonimizdagi 1 milliondan ko'proq kadr ishchi xizmatchi har millat ommasi bilan tuqqanlashdi. Bu yo'lovchilar poyezining qatnashi Janubiy va Shimoliy Şinjanni tutashtiradigan Şinjandagi har qaysi millatlarning ittifoqlashib bir niyati bo'lishidagi muhabbat liniyasiga aylandi. Hozir mayli kiyinish, yemak-ichmak jihatdan bo'lsin, tuqqanimda cho'ng o'zgarish bo'ldi. Millatlar ittifoqlashib bir oylik kishilardan bo'lish nomli alohida tez yo'lovchilar poyezining taq liniyada yurish masofasi 1996 kilometr, 16 vokzalda to'xtaydi. Eng tez soatlik sur'ati 140 kilometr, qatnash vaqti 30 soatdan 23 soatga qisqardi. Abdum rayonning oliy maktab bitkizganlardan xizmatchi taklif qilish atiyozlik faoliyati va 2023-yillik mamlakat bo'yicha cho'ng o'tirxal shaharlarda sayyora xizmatchi taklif qilish faoliyatining Şinjan bekiti faoliyati bugun Urumchida o'tkazildi. 380 o'rin 20 mingdan ortiq xizmatchi taklif qilishni planladi.
Bu qitimqi xizmatchi taklif qilish faoliyati avtonom rayonimizning tarixdan buyon amaliyotda o'tkazilgan ko'lami eng cho'ng xizmatchi taklif qilish faoliyati bo'lib, faoliyat boshlanib 2 soat bo'lmayla 20 ming odam faoliyat maydoniga kelib xizmat izladi. Xizmatchi taklif qilish faoliyatiga ko'lami cho'ng, taraqqiyoti yaxshi, ish o'rni sifati yuqori bo'lgan 380 korxona kasbiy o'rin inchki tanlanish orqali qatnashdi. Buning ichida markazning Xinjiangda turishliq korxonalardan 20si, avtonom rayon va yerlikdagi davlat korxonalaridan 110, cho'ng o'tir puhraviy korxonadan 223, kasbiy o'rindan 7si bor. Guangdong Sichuan o'lkasidagi ommaviy ishga o'rinlashtirish va ixtisosliklar mulozimat apparatlari 20 o'rinni faoliyatga qatnashishga tashkillab, 3000 dan ortiq ish o'rni hozirladi. Bu xabarlashish, energiya, yezi egiligi, tibbiy dorigarlik, binokorlik qurilish, pul muomala, ximiya sanoati qatorliq 20 cho'ng tur, 180 necha kichik turni o'z ichiga oladi. 7 korxonani tashkillab keldik. Asosligi ma'muriy xodim, mashina sozlik qurilishi, setish qatorliq ish o'rinlari bor. Ixtisosliklarga bo'lgan ehtiyojimiz zo'r. Chiqarish, kirgizish orqali ixtisosliklarni almashtirish, udulashtirishni kuchaytiramiz. Faoliyat maydonida xizmat izlaguvchilarga mulozimat qilish uchun universal mulozimat rayoni, siyosatdan maslahat berish rayoni, kasb jihatda yetaklash rayoni ta'sis qilindi. Har qaysi viloyat, oblastlar, qarindosh o'lka, avtonom rayonlari bilan o'rtaq kuchab, qaratmiligi kuchli bo'lgan oliy maktabni bitkizganlarga mos keladigan bir turkum a'lo sifatli ish o'rinlari bilan ta'minlab, oliy maktabni bitkizganlarning ish qo'rilishini ilgari surdi. Bosh barmoq qurilishi xayriyat faoliyati 3-oyning 24-kuni Urumchida boshlandi. Putquli tug'imi g'ayri 23 Xinjianglik bola haqsiz operatsiya va davolashni qabul qiladi. Xayriyat faoliyatida Jonghua tibbiy fanlar jamiyati qo'l tashqi kasalligi ilmiy sho'ba jamiyatiga mutaxassislar mablag' yordami berish shartiga uyg'un bolalarga kollektiv diagnoz qo'ydi. Butunlay haqsiz davolaydi ekan, bu qurilish nurg'un bola, nurg'un oilaga umid bag'ishladi. Ba'zi bolalarning barmoqi ortiq, ba'zilarining barmoqi g'ayrilik darajasi murakkab bo'lg'achqa 2 kunga bo'lib bir necha operatsiya ustilida tangli operatsiya qilamiz. Shu kuni yana qo'l tug'ma g'ayriligi barmoq chaplashib qilish maxsus temsi jihatiga yangi ilgirlash kursi ochildi. Jonghua tibbiy fanlar jamiyati, qo'l tashqi kasalligi ilmiy sho'ba jamiyati va Wenzhou tibbiy dashosi qarimqatga so'ngak kasalligi doktorxonasidan kelgan 12 mutaxassis dars o'tdi hamda kursantlar bilan fikr almashtirdi. Bu faoliyat orqali bolalarga mulozimat qilgandan boshqa texnikani bu yerdagilarga o'rgatib davolash saviyasini o'stiramiz. Bosh barmoq qurilishi 2016-yil Zhejiang Wenzhouda boshlangan bo'lib, 2017 va 2019-yil 2 navbat bosh barmoq qurilishi Xinjiang bekiti faoliyati o'tkazildi. Bu yil esa 3-navbatdagi bo'lib, iqtisodiy qiyinchiligi bor, vaqtida davolanolmagan putquli tug'mi g'ayri bolalarga mablag' yordami berildi. Hozirga qadar putquli tug'mi g'ayri 47 bola operatsiya qilinib davolandi. Xabarlarimiz tugadi. Ko'rganingizga rahmat. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh.